Falakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin, o'shaning uchun kaskani kiyib oling. Men sizlarning uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi demay mehmon. Svitni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. Ha, o'shaning uchun otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymovmidilar? Buni qilaman desam, buni qaqa qo'yishni bilmayman chiroqni. Keling, adajon, men ishlab turaman chiroqni. Keling, siz ishlaringizni qilavering, men o'zim qilaman. Mayli, o'zi bilasiz. Falakat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Voy, agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, adajon menga o'xshab qoqilib tushadi. Tushunmadim, o'ralib qo'yganmi? Voy, kelin! Yaxshiyam shu shlem bor ekan. Falakat! Odam payponi bir poyi yaxshi hurmatli dazmol bosib var. Ha bo'ladi. Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyim kuydi. Ey, adajon, shuni o'g'lingizga ota bolani bir xil muhrladi. Yo'q, senchi o'g'il bola bo'lib, shashlik senchi. Annam tortib qopti dadam. Olovlar hukmdori keldi. Bunga bezi setish kerak. Shibida. Voy adam, kirimiz. Hayotinglarni saqlab qoldim. Yaxshi, biznes deb bormadi bolam. Kimni dabdala qildi? Mayli, yangisini olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqormasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozgan emas-da. Ko'rib turgan barcha taftishchilar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tarchi kerigan bo'lib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda, aka mana yiqitganlar hammasiga hisoblaydi. Yechib oling. Vela ciao, ciao, ciao.